Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Hürmetli televizyon görüşler. Bu haftalik İstiklal Haberleri programımızı görüşenlerine kızgın karşılayalımız. Ben Abdullah Yalqun. Hürmetli televizyon görüşler aldığımızda ıhtına sunmakçı olan haberlerimizden asası mezmun tunuşturmaz. Ihtınada Kırgızistan'da yo'qolgan Uyghur ticaretçinin Xitoy türmesinden haberi geldi mavzulu haberimiz buldu. Ma'lum ki 2016 yılı 24 iyun Kırgızistan'ın O'sh viloyatida tuyuqsiz yo'qolib ketgan edi bu kishi. Shundaqla Xitoy Tashqi ishlar ministerligi Amerika urush paraxodlarining Xitoyning Janubiy dengiziga kirganligiga qarata inkas bildirdi mavzulu xabarimiz bo'ldi va Istanbulning Zeytinburnu va Safaköy rayonlarida o'qiyotgan Uyg'ur yaslilarida o'qiyotgan umaq Uyg'ur farzandlarimizning xabari bu va buningdan boshqa xabarlarimiz diqqatinglarda bo'ldi. Diqqatinglar ekranimizda bo'lsin. Xitoyning zaharlik tashviqoti uzluksiz davom qilmoqda. Sharq Turkistonning har qaysi rayonlarida kuzlik yig'imning eng aldirash bo'layotgan mushundaq paytlardami Xitoy tajovuzchilarining qizil tashviqotchi xodimlari etiz eriqlarga chiqib olib, dehqonlarga otizm va atalmish millatlar ittifoqligi tashviqoti elib bormoqda. Xitoy tajovuzchilarining Sharq Turkistondagi Uyg'ur xalqiga qarata elib berayotgan irqiy va diniy qirg'inchiliklarning kundan kuniga eshib berishiga agishib, ularning turmush, ishlab chiqarish va boshqa hayotlik faoliyatlarining hamma turlariga qarata nazorat va keng ko'lamdagi ming'i yuyish harakatlari uzluksiz davomlashmoqda. Sharq Turkistonning har qaysi rayonlarida kuzlik yig'imning eng aldirash bo'layotgan mushundaq paytlarda Xitoy tajovuzchilarining qizil tashviqotchi xodimlari etiz eriqlarga chiqib olib, dehqonlarga otizm va millatlar ittifoqligi tashviqoti elib berib, ularning normal dehqonchilik ishlab chiqarish bilan shug'ullanishiga to'salg'ulik qilmoqda. Tangritog' to'rining 26 oktyabr bergan xabarda bu yilgi paxta terish mezgilida Kucha noyisiga nahiya ishi va sirtidan paxta tergili kelgan 35 mingdan ortiq paxta terguvchilarga maxsus etiz boshlarda tashviqot faoliyatlari elib berilganligi bildirilgan. Ma'lum bo'lishicha, Xitoy tajovuzchilarining Sharq Turkistondagi Uyg'urlarga qarata elib berayotgan og'ir iqtisodiy va siyosiy besimlari sababidan iqtisodiy manbalardan ayrilib qolgan Uyg'urlar Sharq Turkistonning Aqsu, Kucha, Korla, Sanji qatorliq rayonlarda paxta terish orqali ma'lum iqtisodiy qimmatga erishish uchun bu rayonlarga paxta tergili kelgan. Bildirilishicha, Kucha nahiya ishi va sirtidan Kuchar nahiyasiga paxta tergili kelganlarning soni 35 mingdan oshib ketgan. Buningdan xotirjam bo'lolmagan Xitoy tajovuzchilari Kucha nahiyasidagi adliya tarmoqlarini ishga solib, tashviqot xodimlarini kanit mahalla etiz boshlarigacha avatish orqali etizlarda paxta terayotganlarni yig'ib, har kuni degudak qizil tashviqot faoliyatlarini elib borgan. Tangritog' to'ri buningga munosabatlik xabarida Tarim, Yeza, Soxo chorvachilik maydonidagi kevazlikda paxta terayotgan Uyg'ur dehqonlarga kevazlikda elib berilayotgan tashviqot faoliyatlarining naq maydon xabarini bergan. Istanbulda o'qiyotgan Uyg'ur o'smirlarimiz. İstanbulning Safaköy va Zeytinburnu rayonlaridagi Uyg'ur yasli va Qur'on kurslarida Uyg'ur farzandlari darslarini davom qilmoqda. Chet ellardagi Uyg'urlar o'zlarining ona tilini qadrlab, farzandlariga Uyg'ur tili va madaniyatlarini o'rgatish maqsadida o'zlari yashayotgan joylarda ona tili maktabi ochib, farzandlariga ona tili va milliy madaniyatni o'rgatib kelmoqda. Jumladan Istanbulning Safaköy va Zeytinburnu rayonlarida ko'p sonda Uyg'ur yasli va Qur'on kurslari ochildi. Biz oldi bilan Istanbulning Zeytinburnudagi Uyg'ur ona tili va Qur'on kursini ziyorat qilib, yaslining modeli Xurshida xonim bilan suhbat elib bordik. Bu yıl 2016-2017 yılı eğitim mevsimi içerisinde kullanan faaliyetimiz inşallah balalarımızın bu yıl daha yaxşı seviyeye ekiliş. Bu yılki insanımız 100 bin bulup bütün balalarımızın Uygur boğunu bizne ve kursan kılıdı. Assam'da Türk balarımız var, Özbek ve Afgan balarımız var ama %80-90% Uygur balımız var. Balarımızla bu 3-20 yaştan başlayıp eğitimimiz 12 yaşlısı var. 3-20 yaşlı balarımız var. Tepki göndürüş ve yazılı derslerini yaptığımızda bu 3-20 yaşında bu şekilde kaydı dersi Kur'an sınıfı ve hafızlık sınıfı olup 6 sınıfımız var. Bu sınıftaki ustazlarımızdan her biri bu cihette teyarlanıp bizge hizmet kılan ustazlarımız qo'shimcha bolalarımızga maktabga kelar yilga har yil mush shaklda qilyapmiz. Kelar yilga boshlaydigan maktabga boshlaydigan bolalarımızga
mektep tayyorlik dersini ig'irlik ile şu derslerini ötüvatimiz, Uygurca derslerimiz var. Bu şekilde hizmet edip gitmemiz inşallah. Mücahit Qashqarliga xalqarалық san'at festivalida mukofot berildi. Anqarada 3-cü növbətlik xalqarалық Anqara san'at festivali fəaliyyəti uyushtirildi. Fəaliyyətdə Şərq Türkistanlıq ösmür Mücahit Qashqarliga Türk dünyasının ən yaxşı şeir oquş mukofoti berildi. Anqara san'at munbiri tərəfindən 26 oktyabr şənbə günü xalqarалық 3-cü növbətlik Anqara san'at festivali fəaliyyəti uyushtirildi. Bu festivalga Türkiye, Siprus, Azerbaycan ve Şarkı Türkistan qatarlıq dövlət ve rayonlardan köp sanda kişi qatnaşdı. Bu festivalda bir qancha kişiga san'at mukofoti berilgan bo'lib, Şarkı Türkistanlıq ösmür Mücahit Qashqarliga Türk dünyasının ən yaxşı şeir oqush mukofoti ve Mirkamil Qashqarli ailesiga farzand yetishtirishda ulgulik aile mukofoti berilgan. Mukofotni Mirkamil Qashqarli ve Mücahit Qashqarliga Anqara san'at munbirining raisi Sultan Öztaş taqdim qilgan. Festivalda asosliqi Azerbaycan Türkiye do'stligi alohida gavdalantirilgan. Bu festivalda yana Türkiye Azerbaycan do'stlik munosabatini kuchaytirishga to'hfa qo'shgan Doktor Nuriddin Aqchaqala apandiga Azerbaycan sharaf mukofoti va sharaflik xizmat mukofoti berilgan. Qirg'izistonda yo'qolgan Uyg'ur korxonachining Xitoy qamoqxonasidan xabari keldi. 2016 yıl 24 iyun günü Qirg'izistonning O'sh viloyatida tuyuqsiz yo'qolib ketgan bir Uyg'ur korxonachining yaqinda Xitoy qamoqxonasidan xabari elinganligi to'g'risida xabarlar e'lon qilindi. Ozodlik radiosining 26 oktyabrdagi xabarda bildirilishicha, 2016 yılı 24 iyun günü Qirg'izistonning O'sh viloyatida tuyuqsiz yo'qolib ketgan bir Uyg'ur korxonachining yaqinda Xitoy qamoqxonasidan xabari elinganligi to'g'risidagi xabarni bergan bo'lib, bu Uyg'ur korxonachining Qirg'iziston soqchilari tomonidan izdiraki qilinayotganligi oilasiga uqtirilgan edi. Qirg'izistondagi o'zini oshkorlashni xohlamagan bir davlat xodimining aytishicha, bu Uyg'ur korxonachi terrorlik bilan ayblanib Xitoyga maxfiy holatda elib ketilgan ekan. Qirg'iziston doiralari tomonidan rasmiy tasdiqlanmagan, ammo ishonchlik maxfiy manbalardan elingan ma'lumotlarga qaraganda, bu Uyg'ur korxonachining maxfiy holda Xitoyga elib ketilishida Qirg'iziston Milliy komitetining qo'li borligi ma'lum. Asli kelib chiqishi Sharq Turkistonlik bo'lgan bu Uyg'ur korxonachi Qirg'izistonning O'sh viloyatida bir Qirg'iziston fuqarosiga uylangan bo'lib, korxona boshqarish va savdo-sotiq ishlari bilan shug'ullangan. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik idorasi bu Uyg'ur korxonachini qanday isbotlar bilan qo'lga olib, qanday holatda maxfiy Xitoyga o'tkazib berganligi to'g'risida ma'lumot berishdan o'zini qochirmoqda. O'sh viloyatlik ichki ishlar boshqarmasi bu Uyg'ur korxonachining Xitoyga maxfiy o'tkazib berilishiga sabab bo'lgan ishlar to'g'risida ciddi tekshirish elib berayotganligini bildirdi. Qirg'iziston parlamentining millat vakili bo'lgan Cho'lpan Yakupova bu masala ustida to'xtalib, Uyg'ur korxonachilarining Xitoyga maxfiy holatda o'tkazilib berilishi qonunlarning oyoq osti qilinishi ekanligini, bu masalalarning asli sud tarafidan qaror qilinishi kerakligini, ammo bu voqealarning faqat hukumat xodimlarining o'z xohishlari bo'yicha bir odamni o'zlari xohlagan bir davlatga o'tkazib berish ishi ekanligini aytish bilan birga, buning asla haqliq bir ish emasligini bildirdi. Bundan burun Qirg'izistonning odamlarni maxfiy boshqa davlatlarga o'tkazib berish ishlari oshkora bo'lgan edi. Masalan, 2005-yili O'zbekistonlik siyosatchi Xolid Isroilov O'shda, 2013-yili 18 fevralda O'zbekistonlik Shuhrat Muhsin Bishkekda tutilgan bo'lib, bir necha oylik izlanishlar davomida Andijon qamoqxonasidan xabari kelgan edi. Bishkeklik mashhur huquq faoliyatchisi Aziza Abdurusulova Qirg'izistonda yuz berayotgan bu qilmishlarning qonun ijro qilish xodimlari pulga setilganligi sababidan yuz berayotganligini, bo'lmasa ishlar qonuniy tartib bo'yicha bo'lgan bo'lsa, u davlatlar ularni uncha oson elib ketilmaydiganligini aytish bilan birga yana Qirg'iziston hukumatı qanchilgan odamlarni terrorchi deb aytib o'ldirishdi. Ularning terrorchi ekanligiga qanchalik dalil isbotlari bor. Buningga ular javob berishmaydi. Milliy xavfsizlik xizmati bugungi kunda iblis alvastiga aylanib qolgan bir tashkilotdir deganlarni qo'shimcha qildi. Qirg'izistonda bundan burun Xitoy bilan bo'lgan munosabatlarning buzilmasligi uchun ularga o'zgacha munosabatlarda bo'lishdek ahvollar yuz bergan bo'lib, 2011-yili 4 fevral Tursun Islomning Xitoy dunyoga tahdid salmoqda nomli kitobi, 2014-yili 9-iyunda Qaraxon Nur va Nur Muhammad Kenjining Men Uyg'urman nomli kitobi Qirg'iziston tavalligida tarqatilishi cheklangan edi.
Xitoy Amerikaga qarata inkas qaytardi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi Amerika urush paraxodlarining Xitoy Janubiy dengiziga kirganligiga qarata inkas bildirdi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Lukan Amerika Santiago 3-piloti boshqarilgan bomba o'rinlashtirilgan qo'g'iluvchi paraxodining Xitoyning Janubiy dengiziga kirganligiga qarata bayonot e'lon qildi. U so'zlarida Amerika Xitoyning Janubiy dengizdagi muqimlik va tinchligiga qarata buzg'unchilik elib kelganligini, bu buzg'unchilik Xitoyning egilik huquqiy va zamin bexatarligiga og'ir tahdid bo'lib hisoblanganligini, shunga buningga qarata Beijing doiralarining jiddiy oldini olish tadbirlari qo'llanganligini bildirdi. Mo'l dengiz boyliqlariga ega bo'lgan Janubiy dengizdagi Filippin, Vyetnam, Bruney, Malayziya qatorliq davlatlarning Xitoy bilan bo'lgan egilik huquq masalasidagi talash tortishlari Xitoyning o'ktamlik qilishlari natijasida uzundan beri davomlashib kelayotgan bo'lib, bu munosabat bilan Amerikaning boshqarilgan bomba o'rinlashtirilgan qo'g'iluvchi paraxodi 10-21 kuni Xitoyning Janubiy dengiz tavallikida kuzatish elib borgan edi. Mushundaq talash tortishlarda bo'layotgan bu rayonlar orasida suv yo'li orqali elib berilayotgan savdo tijoratlarining har yili yaratayotgan iqtisodiy qimmati taxminan 5 trillion dollar atrofida ekanligi ma'lum bo'lmoqda. Xitoyda og'ir portlash yuz berdi. 10-24 kuni Xitoyning Shanxi o'lkasidagi bir doktorxona atrofida portlash yuz bergan bo'lib, portlash natijasida o'lish yaralanish ahvoli og'ir bo'lgan bo'lsa-mu, Xitoyning haqiqiy sonini yoshirganligi ilgari surilmoqda. Xitoy Xinhua agentligi to'g'ridan bergan xabarda 10-24 kuni shu yer vaqti tushdan keyin soat 2 larda Xitoyning Shanxi o'lkasidagi bir doktorxona atrofida portlash yuz bergan bo'lib, portlash natijasida 10 dan ortiq kishi o'lib, 170 dan ortiq kishining yaralanganligi bildirilgan. Vaqada portlash yuz bergan naq maydonning atrofidagi doktorxona, o'ltiraq uylar va mashina avtomobillar og'ir darajada buzg'unchilikka uchragan bo'lib, shaharda qisqa muddat tok to'xtagan. Yerlik gazetlarning bu vaqtda bergan ma'lumotida bu atrofdagi ma'lum iskilatga qonunsiz yo'tkab kelingan portlatqich moddalarning bu voqeani keltirib chiqarganligi ilgari surilmoqda. Vaqadan keyin portlash yuz bergan rayonga 70 dan ortiq o't o'chirish xodimi avatilish bilan birga portlashning yuz berish sababi yana ishkillab tekshirilmoqda ekan. Turk va Uyg'ur shirkatlari hamkorlik o'rnatdi. Xitoy va Turkiyadagi shirkatlarning o'zaro hamkorlashishi bilan 2016-yillik tunji navbatlik Xitoy-Turkiya kiyim-kechak kasbiy taraqqiyotni to'nishtirish kelishimi imzolash yig'ini 10-oyning 25-kuni Urumchida ochildi. Xitoy tajovuzchilarining Sharq Turkistondagi tashviqot organi bo'lgan CGTV'ning Uyg'urcha kanalida bergan xabarda ma'lum bo'lishicha, Xitoy va Turkiyadagi shirkatlarning o'zaro hamkorlashishi bilan 2016-yillik tunji navbatlik Xitoy-Turkiya kiyim-kechak kasbiy taraqqiyotni to'nishtirish kelishimi imzolash yig'ini 10-oyning 25-kuni Urumchida ochilgan. Bu yig'inga Xitoy va Turkiyadan jami 56 shirkat qatnashgan bo'lib, 50 million Xitoy puli qimmatida kelishim 10 turda kiyim-kechak import-eksport to'xtami imzolangan. Bu yig'inda Turkiya bilan Sharq Turkistondagi munosabatlik shirkatlar birlikda maxsus savdo supasi qurgan bo'lib, Turkiya bilan Sharq Turkistonning kiyim-kechak va to'qimachilik kasbini ilgari surish bilan birga bu kasbning taraqqiyot darajasini o'stirish, tovar obortini ilgari surib, xalqaro ta'sir kuchiga ega marka barpo qilishni maqsad qilganligi bildirilgan. Bu yig'inga Sharq Turkistondagi kiyim-kechak sohasida ma'lum utuqlarga erishgan Miros kiyim-kechak madaniyati cheklik shirkatining liderlari qatnashgan bo'lib, shirkat bosh modeli Qamariddin Mamteli bu yig'in to'g'risida o'zining ko'z qarashlarini yerlikdagi shirkatlarimizning ularning ortiqchiligini o'rganib, dunyo bozoriga qadam qo'yishini umid qilaman degan qisqa jumla bilan ifodalagan. Yig'indan keyin keng ko'lamda ko'rgazma rayoni qurilib, Turkiya shirkatlari bilan Uyg'ur shirkatlarining ma'lum shaklda o'zaro fikr almashtirishlari elib berilganligi ma'lum. Rossiyada ochilgan xalqaro Uyg'ur tadqiqotlari ilmiy leksiya yig'ini oxirlashdi. Rossiyaning poytaxti Moskvada 23-oktyabrdan 26-oktyabrgacha 3-navbatlik xalqaro Uyg'ur tadqiqotlari ilmiy leksiya yig'ini chaqirildi. Turkiya ovozi radiosining xabar qilishicha, Rossiyaning poytaxti Moskvada 23-oktyabrdan 26-oktyabrgacha 3-navbatlik xalqaro Uyg'ur tadqiqotlari ilmiy leksiya yig'ini chaqirildi. Nupuzliq agentliklarning ijtimoiy taratqularda keng tarqalgan xabarlarda bu qatimqi xalqaro Uyg'ur tadqiqotlari ilmiy leksiya yig'inining Washington Universitetiga qarashli Yevro-Osiyo tadqiqot markazi bilan Rossiya Ilm-fan akademiyasi Sharqshunoslik institutining hamkorligida chaqirilganligi bildirildi. 3-navbatlik xalqaro Uyg'ur tadqiqotlari ilmiy leksiya yig'iniga Amerika, Hindiston, Germaniya, Shvetsiya, Turkiya, Angliya, Avstraliya,
Tayvan, Qozog'iston, Qirg'iziston va Rossiyadan bo'lib 53 nafar atoqli Uyg'urshunos olim va akademiklar qatnashdi. Buningdan boshqa yana leksiya yig'ini o'tkazilgan zalda Qirg'izistondan kelgan Uyg'ur rassom Sabiqjon Kamalovich Babaxanov bilan Qozog'istondan kelgan Uyg'ur ayol rassom Go'zal Abbos qizi Uyg'ur turklarini va turmush odatlarini tunishtiradigan rasm ko'rgazmasi ochdi. Oxirida Rossiyada 3-navbatlik xalqaro Uyg'ur tadqiqotlari ilmiy leksiya yig'inini o'rinlashtiruvchi Rossiyalik mashhur turkolog va Uyg'urshunos professor doktor Dmitriy Vasliyevga Uyg'ur akademiklar do'ppa va rasm taqdim qilib minnatdorligini bildirdi. Xalqaro Uyg'ur tadqiqotlari ilmiy leksiya yig'ini Amerika, Rossiya va Yevropalik turkologlar bilan ba'zi Uyg'ur ommaviy tashkilotlarining o'rtaq kuch chiqarish natijasida 3 yildan buyon tartibli holda o'tkazilib kelmoqda. Bo'libmi Uyg'ur turklariga aloqador tadqiqotlar bilan tanilgan mutaxassislar bu leksiya yig'inining ishqi eshishi uchun cho'ng kuch chiqarmoqda. Rossiya Ilm-fan akademiyasi Sharqshunoslik instituti o'qituvchisi professor doktor Dmitriy Vasilyev, Amerikadagi Washington universitetiga qarashli Yevro-Osiyo tadqiqot markazi o'qituvchisi va atoqli Uyg'urshunos professor doktor Sen Robert qatorliq Uyg'ur mutaxassislari bu turkologlarga boshlamchilik qilib kelmoqda. Xalqaro Uyg'ur tadqiqotlari ilmiy leksiya yig'inining 1-navbatligi 2014-yili Amerikada, 2-navbatligi 2015-yili Fransiya va Belgiyada, 3-navbatligi 2016-yili Rossiyada o'tkazilgan bo'ldi. Balochistonda ig'ir portlash yuz berdi. 10-yanın 24-kuni dushanba kech soat 10 atrofida Pokistonning g'arbiy janubiga joylashgan Balochiston o'lkasida soqchi xodimlarini tarbiyalash markaziga qilingan hujumda 65 soqchi o'lib, 165 kishi yaralandi. Analizchilar voqeaning Xitoy va Pokiston uchun cho'ng bir tahdid ekanligini bildirishmoqda. BBC xabar agentligining xabarida ma'lum bo'lishicha, 10-yanın 24-kuni dushanba kech soat 10 atrofida Pakistanning g'arbiy janubiga joylashgan Balochiston o'lkasining Ko'ta degan yeridagi soqchi xodimlarini tarbiyalash markaziga qilingan hujumda 65 soqchi o'lib, 165 kishi o'xshash bo'lmagan darajada yaralangan. Hujum salohiyati noma'lum 5 nafar qurolli kishi tomonidan elib berilganligi bildirilmoqda. Pokiston gazetlarining soqchi o'rinlaridan egallagan uchurlarga qaraganda, hujum qilguvchi 2 nafar qurolliqning etishish jarayonida o'ldirilganligi, 3 nafarining bo'lsa o'zini qo'shib portlatish orqali 3 qatimliq cho'ng portlatishni maydonga keltirganligi xabar qilingan. Bu hujumning yuz berishi Pokiston bilan Xitoyning iqtisodiy, harbiy va boshqa jihatlardagi hamkorliklari tez suratda rivojlanayotgan Pokiston-Xitoy iqtisodiy koridori qurilishining bexatarlik tadbirlari qatma-qat kuchaytirilgan bir davrga to'g'ri kelgan bo'lib, analizchilar bu hujumning Xitoy va Pokiston uchun cho'ng bir tahdid ekanligini bildirishmoqda. İstanbul Zeytinburnu'daki Uygurlar hayatı. Xitoy besimining eshishi bilan Sharq Turkistondan qochib Turkiyaga kelgan va Istanbulga o'ltiraqlashgan Uygurlarning ko'p sonligi İstanbulning Zeytinburnu rayonida har xil kasblar bilan shug'ullanmoqda. Xitoy besimining eshishi bilan Sharq Turkistondan qochib Turkiyaga kelgan va İstanbulning Zeytinburnuda o'ltiraqlashib qolgan Uygurlarning soni xili salmoqni egallaydi. Yaqinda buyon Uygurlar Zeytinburnuda har xil shirkat, do'kon va zavodlarni ochib, kundalik ijtimoiy hayotini davom qilmoqda. Zeytinburnuning Nuripasha va Sumar mahallelariga kelib, ko'chalarda mangan har qanday bir Uyg'ur o'zini xuddi o'z yurtida ketayotgandek his qiladi. Chunki Nuripasha va Sumar mahallelarining ko'chalarida Uyg'urlar oshxona, navoiyxona, satrachxona, cho'chirxona, choyxona, elektr jihozlari do'koni ochishdan sirt yana Milliy tibobat o'rinxonasi, kasal tekshirish o'rinlari, uy mulk setish va ijaraga berish o'rinlari, avtomobil va taksi kiralash shirkatlari, telefonxona qatorliq ish o'rinlarini ochdi. Bu mahallalarda hozir Uyg'urlarning ijtimoiy hayotiga aloqador har xil kundalik ehtiyoj buyumlarini uchratqili bo'ladi. Nuripasha mahallasi 63-ko'cha, ya'ni Aysa Yusuf Olibtekin ko'chasi deb ataladigan 63-ko'chada ochilgan Uyg'urzoda Milliy tibobat o'rinxonasini ochgan Shamsunur xonim muxbirga bergan suhbatida o'zining Turkiyada shifoxona ochishdagi sababini bildirib, mundaq dedi. Uyg'ur tibobati, g'arb tibobati, jumuiy tibobati qaraganda alohida bir farqqa ega tibobat. Bu Uyg'urlarning tarixidan tan boshlangan tibobat deb qaraymiz. Uyg'urning tarixini yozib kitoblarda 5000 yil, sizlar kitobda 3000 yil, 2500 yil ekan. Qachonki Uyg'urimizning tarixi boshlangankan, bizning tibobatimizdan boshlangan. Çünkü tibobat bir o'zimizning turmush tajribasi, sog'liq zamonimizda tatib tajribani o'tib kelgan bo'lg'achda, hozirga qadar bizga o'rishib kelgan tibobat bo'ldi.
Bizning birden bir tibabatimiz hem de bu. Bizni hiç kim alamayotgan, garip tibabati mening diyemayotgan, başka bir millet mening diyemayotgan bir tibabat hem bu. Bunun hiç qanday bir adamning tishib atmayotgan bir tibabat hem Uyg'ur tibabati. Uyg'ur tibabati deymiz şu an. Ba'zan tibabatchiligi deb ağam bo'ldi. Chiligi demaysizlar, Uyg'ur tibabati deysizlar, bizning ustozlarimiz o'rgatib o'tgan. Chunki bizga xos bir tibabat. Chilik degan böyle bir ishchilik, mana bu xil kasb emasdek ama biz bunu neçe yıldan tartib bizning emgakka berilib kelgan bo'lganki sap Uyg'ur tibabati, bıçakçı alimlarimiz onu bunu olib kelsa, ma tibabatni zaten kimga bermayotgan, o'zimizning tibabat deb bizga qayta topilgan. Şuna bizde de emas, ta'kidlaymiz, bu tibabat o'zimizning Uyg'ur tibabati. Teklimakan qassob do'konidagi Muhammad va Abdullah qatorliq kishilarmi o'zining Turkiyaga kelishidagi sababini bildirib, mundaq dedi. Yani hayat endi bir kadar bizga sıkıntı var endi va bizniki dinimiz bilan yashashga biroz qiyinchilik bo'lganligi uchun besim bor. Bo'libmi bizning oila nuqtaliq oila bo'lganligi uchun biroz endi shu mushaqqa inib chiqishga majbur bo'lib qoldik. Muxbir yana Bug'roxon choy taomlari, Qashqar oti miros qassob do'koni, Barakat kiyim tikish do'koni va Hakim Ali Uyg'ur tibabati qatorliq o'rinlarni ziyorat qilgan. Suhbat natijasida ko'pinchisi har xil besimga uchirganligidan yurtlarini tashlab chet elga chiqishga majbur bo'lganligini bildirishgan. Zaytinburniga kelib o'ltiraqlashib qolgan Uyg'urlar bu yerga kelgandan keyin boshqalarga ig'irchilik solmay o'zining turmushini o'zi qamdashga tirishmoqda. Shuning uchun vatanda nima kasb bilan shug'ullangan bo'lsa, mushu yerdami shu kasb bilan shug'ullanib, ijtimoiy hayotini qamdab o'tmoqda. Barakat kiyim tikish do'konining xo'jayini Ubul Qosim 12 yil burun o'z yurtidan ayrilib Turkiyaga kelganligini bildirib, mundaq dedi. Bizning mamlakatimizdagi ishlar musulmonlarning o'ylig'indek emas, boshqa zulm va boshqa shakllardagi zulmlarga chidamay chet elga hijrat qilgan asosi chiqqan bo'ldi. Albatta bizningki qaytib o'zimizning mamlakatida hech qanday bir to'sqinga uchramagan asosda islom hayotimizni yashash orzuyimiz va Zaytinburnining Nuri Pasha va Sumar mahallalarida har kuni degudek yangi do'kon va shirkatlar ochilmoqda. Bug'roxon kitobxonasi va o'qish qurollari do'koni, Uyg'ur tam xorish do'koni va shuningga o'xshash ko'p sonda Uyg'ur restoranlar ochildi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bu haftalik istiqlol xabarlari programmamiz mush yerda oxirlashdi. Kelar qatimgi programmamizni ko'rishga sizlarni Janob Alloh topshiramiz. Shuna qilib program oxirida ekran orqasidagi barcha xizmatdoshlarimga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.